Dedilar 1 minutga o'tkazib olmaydi videoni. Hozir mana bu qizaloqni kasallik varaqasi bilan tanishib, ko'zimga yosh keldi. Hozir duolar ijobat bo'layotgan kunda turibmiz. Ehsonlar qabul bo'layotgan kunda turibmiz. 50 ming dollar operatsiyasiga pul kerak ekan. Telefon nomerlarini qoldiraman. Homiylar aloqaga chiqinglar, qo'linglardan kelganicha yordam qilinglar. 2021-yilda tug'ilgan Shukrona qizimiz. Kasalligini ham yozib ketaman. Har birimizni Ehson qiluvchilardan qilsin. Qilayotgan ehsonlarimizni Xudoga qabul qilsin. Shu videoga like bosib, maksimal darajada tarqatinglar. Qittek yo'q. Videolarga like bosib, kommentariy yozyapmiz. O'zingizda 5 ming so'mmi, 10 ming so'm bo'lsa shuni tashlang, bo'lmasa ham puli bor, shunaqa sharoiti bor odamga shu videoni yuborib qo'ying. Zero savobi hammamizga tegsin. Raqamlarni qoldirmay bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ilohim shu qizaloqni yuragi urishida hammamizni hissamizni qo'shaylik.